hürmetli obunachilar, bugungi rolikimizda Urganch shahrini dim bir mazali yerinde joylashgan yine şu yo'lning ustundagi dom, hurmatli obunachilar. Ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonali, hozir kvadratini girib dokumentimdan bir ko'rib aytib beraman. Lekin uyimiz ulli, remonti dahshat, hurmatli obunachilar. Zakonin pul surib tashladilar. Samый главный algan egesini algan, hele yakında bir hele köpak umman alganına yo'lning ustundagi joylar qiziqtirgan. Chiqdingizda 19 aran tarafdan 4 ketaverasizlar minib. Havası ertang bir gün ovqat yeb turib singdiraman desangizda, ena bunda Urganch Shavat kanalının boyu evvelki köne Jaloliddin Mestapoложениесini gördünüz axir. Ena 19'lu köprüde 9'lu köprü iş qilib, yan tarafımız vokzal. Bundan vokzal görünüp turibdi. Mestası zor, dokumenti 100% da doğru adlarınıza ötedi onu. Hem dese joyimiz bu beton emas, pishgan kerochdan solingan, yo'lning dik ustida joylashgan, hurmatli obunachilar. İşte navla kaladı, navla getedi, bunu hemmesini egesinden so'rab olasizlar, egesinin nomerlerini kaldıramız. Gelip savdolaşıp alaverasizlar, hurmatli obunachilar. Eğer aladigan bo'lsangiz bir like basıp qo'yinglar. Videoni başlamasdan eldin. Nuşun dese joyimiz shunga arziydi. Joyidan bir dahshat o'tilgan, hurmatli obunachilar. Как usta sifatida, как specialist sifatida aytaman, joyimiz o'tilishine gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik ichalar bilan bir danışganmiz. Ha, undan eldin bir fasadni ko'rsatib o'tamiz. Yine bundan aviakassa tuttu, şunu yan başındaki ayna. Bir ayna, keyin aranam 2 ayna qaragan, zalon aynası. Uyimizde ellerinde maşin parkovkasi, deski fashatkasi, hamma o'zi bor, hurmatli obunachilar. Endi setamiz, bir yandan girib tushirsa ham bo'ladi, aramdan girib tushirsa ham bo'ladi. Havo zo'r. Bu xudo xolasa nemetskiy dom bu, hurmatli obunachilar. Nemislarning salgan domi. Müstehkem dom. Ne desem, vech ish qilib zo'r, hurmatli obunachilar. Joyimizga gap bo'lishi uchun hozirning yuzi taxta emas, buni akfa etilgan. Polni bedadan o'tib boraverasizlar uga. Bunda zalni aynalari bu ham qarag'ayna. Dim bir proyektdan gap bo'lishi mumkin emas joyni. Domni, hurmatli obunachilar. Hozir men bilan bir batafsil danışamiz, undan bir gap aytib o'tchakman. Eğer kimden kim ko'rsatuvga satacak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satışa yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishlar mumkin. Allah'ın silkelerini YouTube açıkladığı her bir videonun kommentarlarına tirab boramiz. Girib podpiska qilib qo'ysangiz, xolasangiz Telegram, xolasangiz Instagram. Arkasında maşin qo'yaman desangiz, mesta g'ijir-mijir, hurmatli obunachilar. Bu yerdagi yashagan aholi har qaysi 2 dan mashina olsam sig'adi bu yerga. Deski plashatkasi deysizlarmi? Daraxtlar, xudo xolasa yozda buzli bo'lib turadi. Domni hammanda daraxt bor. Hamma asfaltlar betonlar qilingan, ish qilib zo'r. Mestasi ham zo'r, joyni o'zi ham zo'r. Qani ketdik esa ichalar bilan birdan chiqamiz. Hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Joyimizda podyezdlar ham akkuratni remont bo'lib turibdi. Bunda eshikimiz yaxshi, sifatli eshikdan qo'yib qo'yibdilar. İçine vatalar urilgan. Qani, bismillah. Girgida prixoshkasi, yine kiyimlarni asib, ko'shdan qo'yib o'taverasizlar. Ben tarafda bu yerda son uzunni hojatxonasi, vannasi отдельный, hurmatli obunachilar. Nima desam, hojatxonasi ham kiyim o'tirib, kir mashinam sodirib qo'yibdilar, o'zida rakovina. Ben tarafda xonalar, yine bunda bizani xudo xolasa zal bo'ladi. Yanımda 2 tane spalni. Bular ham zal hesabı edim uzun. Hem menine hazır. Başta bir kvadraturasını görüp çıkalı. Yine 72. 78 kvadrat olmalı mesela. Kadası 78 bölüngen. Görüp turağınızın aboydan çıkan joy. Imunda bir spalni, inimunda bir spalni. Yani görsatib o'tgan, hurmatli obunachilar, imunda bir ayna qarab turibdi. Keyin ibedam ayna bor. Keyin bu yon tarafda ayna bor, hurmatli obunachilar. Bu yon tarafda ayna yo'q ekan, quri chapga qaragan. Bu yon tarafdan issiq tushishi dim yaxshi uyni o'zine, devorlari 2,5 karaj, hurmatli obunachilar. Hozir ko'rsatib o'taman hammasini.
Şundan başlasak kanı bismillah. Bunda bir spalni. Bir yerimiz 100% remonttan çıkan. Görüp tutanımız deyin. Atak penası, ayak teleri tahta pol. Atak penası çugun. Aynalar akvapuaz siramla inek devamlı indirik hürmetli amaçlar. 2 amker 3 atfet. Tak bir yerimizde razminle inadon bolsak. Hazır. İnek spalnisinin rezmiri. Hürmetli amaçlar 5'i 13'e. Tak 3'ü 31 obş kvadratura 11'i 89 ayak teleri tahta bol. Devalları aboy. Görüp tutanımız deyin patologlarının natijelerini kılıp koyuttular. Üyümüz zor. Keyinki meselede İban tarafta yenen bir spalni. Bu azarışmadan bu adaşmadan ucu vzrosli spalni. Az birimizde rezminle ölçe veren tutuda kalaşlar. Birimizde rezmini. Hazır. Şöyle ölçe veririz. Yine birimizin rezmini 508'e 268 obş kvadratura 13'ü 61. Hürmetli amaçlar, görüp turalarınız deyin cay zor. Cayımıza gap buluşu mümkün emas. Endi navula kaladı, navula getedi onu bilinmem. Gelip üstünde özleriniz gaplaşıp ola veresizler. Keyinki meselede yine bunda bizane zal, yani gastinli. Birden tüm bir giyin etip koyuttular. Bunda maynası ile kondisyoner. Bir yerimizde razmenini ölçe verilese olmasa. Tak 523'e 361 obş kvadratura 1895. Görüp turalarınız deyin. Çaylardan bir giyin düşen ayak teleri tahta pol. Devalları moişi aboy. Patologu ile natice oynayıp düz turalansı koyuttular. Hürmetli amaçlar, keyinki metrede ben tarafta bizane kuchnya. Bu 2 metre 6 metreden uzun bu balkon. Bir 7 metre balkonunuzun uzunluğu mu? 6'dan olurak. Nöçün dese bir yandan balan mı yani? Veç koyudan yatıp koyuttular. Etaş erkeğe yatıp. Yani. 2 metre 6'dan sen olurak. Bir de özüne 2 adam oturup çay içeden yeri var. Bir anda kuchnyanın özü. Bunda kuchenli mebel, suyu gel tuttu. Suyundan mamma yok. Bunda gaz plitesi. Hürmetli amaçlar, yine bunda bizane vanna buladı. Vannamız ham görüp turanızdan giyin mol tushgan. Bir de tolka vanna tuttu. Yanında katyol. Katyol ham kichkina ekonom katyol hurmatli amaçlar. Hech qanday bir ko'p tortmaydi. Adashmasam bir 3 ayına bir 600 bin so'm yetar. Kim yedi? Kim? Rostam kim yedi? 400 bin so'mlar bilan chiqasizlar 3 ay. Hop. Nechun desa katyoldan kichkina ekan, ichida trubasi ko'p xil o'xshaydi. Bunda bizani vanna polностью ishlab turibdi. Hurmatli amaçlar, bellada suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bog'cha maktab yanında. Transportdan ham muammo yo'q. Nechun desa, salaldan ko'rsatib o'tdim. Joyimiz yo'lning dik ustida joylashgan. Bu yerdan 19 keyin Xazarız, Xankana avtobuslari o'tadi. Urganch markazi Dehqon bozoridan peshkom borasizlar. Agar Medinstitutda o'qigan nalaringiz bo'lsa, studentlaringiz bo'lsa, shunday ko'pirdan o'tdi Medinstitut o'ng tarafda. Avvalgi Jayxun gostinitsa. Так что joyimizning lokatsiyasi deyida joylashgan. Hurmatli amaçlar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Keyingi videorolikda görüşünce deb qolamiz.
Sağ bolinglar, hamon bolinglar, kanalımıza patlatla qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqanmizda shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi roliklarda sog'likda, omonlikda görüşürüz deb qolamiz. Hammaning yaxshi kun tomosha bo'laversin. Hurmatli tomoshalar, like'larni gumburdatamiz, film olsa kommentariy yozib qoldiramiz.